Bugun sizlarga uyutib qo'ydiganim bir qancha singizlam xumoringizdan chiqadigan suallardan qilishni o'rganib chiqamiz. Oldi bilan musallafining pintosini qiziq qaynoq suvga 10 minutdan 15 minut atrofida chilab qo'yamiz. Mening aytganim bo'lsa, ikki qachining o'lchimi samsaqni mushundaq ushshaq ezib ikki qachiga teng miqdorda bo'lib olamiz. Ma bo'lsa so'ng piyoz, shovsongoz tex yaxshi bo'ldi. Buni teng miqdorda bo'lib olsak bo'ladi. Shovmila lozimmi o'zimizning ochiq yelishimiz qarta muvofiq miqdorda ishlatsak bo'ladi. Mao sağınım bolsa palaknimi teng miqdorda bo'lib olamiz. Yaqinni yaqi qo'llash sal oz qarindoshlar bir tal yurakni, inkas rayonga gullarni, xo'belgilarni, yulduz belgilarini besib, yaqinlaringlarga taqtib qo'yinglar. Ko'plagan odamlar foydalanib qoldi. Sizlar yurak bersanglar ko'plab taqtib turdi. Palakni sap bo'lgandan keyin etgan lozim bir qo'shiqni ikki qo'shiq solamiz. Etgan lozim etishni men yo'llab qo'ydim. Boshpat ko'rib foydalanib qolsanglar bo'ldi. Mavos ochiq suvdan muvofiq miqdorda qo'yib olamiz. Aldı bilen tuzdan şu qo'shiqning yarım qo'shiqdan salamiz, keyin yana jalab salsak bo'ldi. Jijingdan bir qo'shiqdan ikki qo'shiq salamiz. Vijingdan bir qachiga yarım qo'shiq, ikki qachiga bir qo'shiq atrofida selib olsak bo'ladi. Keyindan buningga shekardan kichik qo'shiqda yarım qo'shiqdan salamiz. Aqmushdan qo'shiqning uchida az miqdorda selib etgandan keyin Әмді бұныңға біз абай пинтосын чылап қойған сүйдін, өзінің сүйдін muvofiq miqdorda qo'yib dori-darmonlarni eritib etgandan keyin pintosini tangshab seriplam iste'mol qilsak bo'ladi. Sizmi etib sinab beqing, yurak berib inkas rayonga gullarni, xo'belgilarni yo'llab qo'ying, qo'shimg'anlar